Assalomu alaykum Chana Motor kanali a'zolari va mijozlari. Bugungi navbatdagi obzorimizda Jadji 3 furgonimiz bo'ladi. Xo'p, mijozlarimiz aytishi mumkin bu necha tonna deb. 3 tonnadan 4,5 tonnadagi 5 tonna yukni bemalol tortib oladi. Xo'p, buni tashqi ko'rinishi kelgan bo'lsa, tashqi ko'rinishi farasini e'tibor qarasa bo'ladi. Faras oddiy far emas, fardan iborat bo'ladi va tungi chiroqlar ham tunda yuradigan shofer akalarimiz uchun ham chiroqlar ham bor. Xo'p, tashqi tomonda jack mashinamizning o'zini emblemasi jack dozu bor. Motori Dons motordan iborat bo'ladi va ot kuchi 128 06 108 li motor bo'ladi. Xo'p, furgonimizni uzunligi kelgan bo'lsa, uzunligi 3 metr 70 sm bo'ladi. Eni bo'lsa 1 metr 81 sm bo'ladi. Balandligi bo'lsa 2 metr bo'ladi. Xo'p, kubasi hisoblasak 12,5 kuba bo'ladi. Xo'p, buni kuzov ramlariga e'tibor qaratsak, kuzov ramlari rezinkali bo'ladi. Va qavurg'ali ham qavurg'alari ham svarta qilingan, zakrovka olinadi. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda akkumulyator va воздушмачка ham bor. Xo'p, bundan tashqari furgonimiz ham yon tomondan ham orqa tomondan ochiladi. Bu ikki tomondan yuk olsalar bo'ladi. Resorlarga qarasa bo'ladi. Resorlar oltita resor bo'ladi. Orqa va oldindan bir xil resor qo'yilgan, bir xil razmerlar. Balon razmeri kelgan bo'lsa, balon razmeri 15 dyumli razmeri bo'ladi. Bu karsi balon emas, yumshoq balondan iborat. Uzoq yo'llarda bemalol qiynalmasdan o'z manzilini yetib oladi, xudo xolasa. Xo'p, furgonimizning orqa tomonidan preset taqish uchun joyi ham bor, parkovka. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Mijozlarimiz so'rashi mumkin, bu nimada yuradi? Bu dizelda yurmaydi, bu benzinda yuradi. Va asosan o'zi benzin tanlamaydi. 65 litrli bakdan iborat benzin bachogi bor. Bu yerda zapasli balon ham bor bitta. Bu yerda qarasangiz ham bu tomondan ham bir xil razmerli oltita resor qo'yilgan. Hop, mashinamizni ichki saloniga kirib o'tdik. Ichki salonda ruldan boshlaymiz. Rul multirul bo'ladi. Skorost 15 pog'onali bo'ladi. Bu yerda ruchnikimiz bor. Xo'p, bu tomonda senter zamor va oyna ko'targichlarning hammasi elektronika bo'ladi, ruchnoy emas. Xo'p, radiosi bor, bemalol uzoq yo'l chiqqan payt qo'shiq aytib ketsalar bo'ladi va havoni issiq sovuq kunlarida ham konditsionerimiz ishlaydi va zaryadka qo'yish uchun ham USB audio-joylarimiz ham bor. Va shoferdan tashqari ikkita odam bemalol ketsa bo'ladi. Va bundan tashqari bu stendimizni tushirtirib, bu yerda bar tariqasidan ishlatsa bo'ladi. Ikkita skachlarning joyi va bu yerda pul soltiralami yo dokument olishni joylarimiz bor. Va bundan tashqari mashinamizga garantiyamiz ham bor. Garantiya 1 yilga beriladi. Motorga, korobkasi zadnimosiga garantiya beriladi. Bizga ishxonamiz tomonidan garantiya beriladi. Jadji 3 furgonimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib o'tdik. Narxi bo'lsa narxi 6500 bo'ladi. To'lov usullari mashina haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiriladi. Bilan aloqa chiqsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang.